Mamlakatimizda raqamli taraqqiyotga erishish, ijtimoiy tenglikni kuchaytirish va iqtisodiy imkoniyatlarga kirishni kengaytirish kabi maqsadlarni o'z ichiga oluvchi xalqaro loyiha doirasida seminar-trening tashkil qilindi. Asosan aholining ijtimoiy zaif qatlamlarini zamonaviy texnologik imkoniyatlarga yaqinlashtirishni maqsad qilgan trening yangicha formatda o'tdi. Trening 2 smenada tashkil etildi va har bir smenada o'quv jarayoni interaktiv metodlar, guruhiy ish, suhbat simulyatsiyalari, rolli o'yinlar va real vaziyatlar asosida olib borildi. Ishtirokchilarga real hayotda ishlatiladigan ko'nikmalarni mustahkamlash imkoniyati yaratildi. Ushbu seminar Uzbekistan Digital Inclusion xalqaro loyihasi doirasida amalga oshirilayotgan bo'lib, bu loyiha asosan mamlakatimizning raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish va aholining barcha qatlamlarini raqamli texnologiyalarga jalb qilishga qaratilgan. Loyiha ayniqsa yoshlar, ayollar va nogironligi bo'lgan shaxslar uchun raqamli ish o'rinlarini yaratishga e'tibor qaratadi. Yurtimizdagi texnologik o'zgarishlarni chuqurlashtirishga xizmat qiladigan loyiha doirasidagi seminar-trening noodatiy formatda ishtirokchilarni qiziqtirgan holda o'tkazildi. Loyihamizda 50 ta nogironi bor shaxslar qatnashadi. Ularga kasbga bo'lgan ko'nikmalar, ularda qanaqa qilib ishga joylashish, qanaqangi hujjatlar to'ldirish kerakligi haqida ma'lumot beramiz. Keyin o'zlarini haq-huquqlariga oid bo'lgan ma'lumotlar ham berib o'tiriladi. Bu treninglarda faqatgina kasbga ko'nikmalikdan tashqari yana interaktiv o'yinlar belgilangan, zerikib qolmasliklari uchun. Eslatib o'tamiz, loyiha orqali kamida 450 nafar imkoniyati cheklangan 18-30 yosh oralig'idagi yoshlarga 50% ayollar bo'lishi sharti bilan raqamli zamonaviy mehnat bozorida zarur bo'lgan yumshoq ko'nikmalarni o'rgatishdan iborat. Ushbu dastur orqali esa O'zbekistonda IT va outsourcing xizmatlari bozorining kengayishi, 10 mingdan ortiq yangi ish o'rinlarining yaratilishi, shuningdek ijtimoiy zaif qatlam vakillari